Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xola yaxshimisiz? Charchamoqsizmi? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Xudoga shukr, o'zlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bayramlaringizmi? O'zingiz ham. Qani, charchamoqsizmi? Mana shuni qilib qo'yaman. Xolajon, biza vaqf fondidan, xayriya jamoatidan, mana bayram oldiga homiylarimiz tarafdan yig'ilgan xayriya ehsonlarimiz bor edi. Bayramga shularni olib keldik. Kam bo'lsa ham shularni ko'p qator ko'rasiz. Mana shu homiylarimizni, saxovatpesha insonlarimizni duo qilib qo'yasiz. Avvos yurtboshimizni duo qilasiz. Mana shunday yurtimizni tinch, osuda saqlab turibdilar. Shuni evaziga biz qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilamiz. Keyin mana buni ukamiz hozir shu nimaga berib qo'yasizlar dedilar. Mana shuni ham olasiz. Bitta duo qilib qo'yasiz. Ilohi amin. Ilohi amin. Payg'ambar ummatimiz hamisha shu eng avvalambor yaratgan Tangrim bannam ummatim deb bizani yaratibdilar. Shu bizlarga katta kichiklar yordam qo'lini cho'zibdilar. Hamisha farzandlarini boshiga sog' salomat Amin. o'ynab kulib yursinlar. Bizlarga beribdilar, ularga 100% Xudo bersin. Ilohi amin. Martabalari ulug' bo'lsin. Amin. Hamisha bannam ummatim deb birla qo'llab-quvvatlasin, aziz avliyolar qo'llab-quvvatlab, nimaiki niyati orzuga havas qilgan bo'lsa yetsin. Rahmat shu nimalariga ham bizani shu esga olib, kelib turib, shuni nima qilib ketibdi. Rahmat martabasi ulug' bo'lib, hamisha sog' salomat yurishlarini so'raymiz Xudodan. Sog' salomat bo'lsinlar. Allohu akbar.